hayotimizda ham ko'p ko'rasizlar. Men mana shu narsalardan umid qilaman-da. Bizga tuhmat qilgan, shantaj qilgan odamlarni toifalari aniq. Avvaldan ham aytib kelyapmiz, ko'pchiliginglar bilasizlar. Aniq ularni kimligi. Mana yaqinda o'sha bitta bloger, Homsemiz bloger chiqib olib menga qarshi gapiryapti. Men o'zim bilmasam ham, surishtirmasam ham orqasidan bir xabar kelyapti. Rossiyada 131-modda bilan qamalgan. 131 Goloboylar atrofidagi statya Rossiyada. Jinsiy zo'ravonlik ya'ni. Mana shunaqa odamlar bizni yomon ko'radi. Alhamdulillahi robbil alamin. Telegram kanallarida, Telegramda to'satdan menga haqorat qilib yozib qoladiganlar bor. Bizning guruhlarimiz hozir yangi botlar chiqib ketgan. Uni ID'sini, Telegramini, nikini olib turib botga solishsa, botda qaysi chatlarga kirib kelganligi, qaysi chatlarda aktiv ekanligini ko'rsatib beradi u bot. 90% Goloboy chatlarda aktiv bo'lib chiqadi. Bizga qarshi odamlar. Bizni yomon ko'radi. Og'zidan shalog'i oqib bizni haqorat qiladi. Va o'sha admin guruhlarda aytishadi. Domla deydi, men deydi, shunisi bunaqa bo'lmasa kerak. Buni e'tirozi sal to'g'riga o'xshab ko'rinyapti. Deb deydi, tekshirsam deydi, bu iplos deydi, Goloboylanishdan chiqib kelyapti deydi. Goloboy, ateist, radikal, begona ayollar bilan har ishlarni qilib yurgan, misol uchun, birovni haqqini yeydigan, haromdan hazar qilmaydigan odamlar, o'zidan muxolifat yasab olgan xoinlar, qo'liga qurol ko'tarib olgan havorichlar bizga dushman. Ularning bu dushmanligidan biz xursandmiz. Ular bizga do'st bo'lsa to'g'ri emas. Yo'limiz noto'g'ri bo'lib qoladi unda. Anaqada yozishyapti. Men e'tibor bermadim, e'tibor bermay keldimda. Misol uchun deylik, Temur rais degan profildagi bola Ulug'bek. Mana haqimda juda og'ir gaplarni gapirgan. Do'stlar, Alloh taolo menga o'zini fazli bilan ko'p imkoniyatlarni bergan. Dunyoni xohlagan burchagidan xohlagan odamimni, misol uchun deylik, ustoz ayting topaman degan odamlar bor. Men unaqa qasos olib yuradigan odam emasman. Nimaga? Bizni ishimiz ya'ni shaxsimizni himoya qilish ustiga qurilmagan. G'oyamiz bor. G'oyamizni boshida iymon e'tiqodimiz turadi. Mana shu iymonning asosida xalqimizni botil yo'llardan ogohlantirish turadi. Botil yo'llardan. Yaxshi yo'llarni ko'rsatayotganlar bizdan afzal. Borib yaxshi yo'lni ko'rsatayotgan odamlarga quloq solish, eshitish, ularni amri ma'ruflaridan fayz olish albatta kerak, shart, farz. Lekin men ko'proq botil odamlardan, zarar kunandalardan, xoinlardan, palit insonlardan ogohlantiraman. G'oyamiz shu. Mana shu masalada o'sha Temur rais men haqimda ancha og'ir gaplarni gapirib yordi. Keyin bir Telegram kanaliga kirib, meni o'zimdan shaxsan uzr so'radi oldinroq. Men keyin o'sha paytlarda aytganman. Samimiy bilib turib tavba qilgan bo'lsa bir odam, menga nisbatan shaxsiy adovatim yo'q, kechirganman. Allohdan meni ham kechirishini umid qilaman. Yaqinda uni guruhiga kirib gaplashganimda, u mendan uzr so'radi, ya'ni ko'pchilikning oldida. Domla, iltimos kechiring meni dedi. Men aytdim, yo'q, kechirganman aslida. Endi mana deydi bittasi, sen chesting yo'q ekan deydi. Mana Temur deydi, seni onangni haqorat qilgan edi, sen qobiliyatli bola, kechirdim deb yotibsan deydi. Bu meni shaxsiy tanlovim emas, bu payg'ambar alayhissalatu vassalomni bizga o'rgatgan ta'limlari. Uni endi u bilmaydi ular. Turli xil troll prof bilan yozyapti. Yana bittasi yozibdi. Endi vaqtinglarni olayotgan bo'lsam rozi bo'lasizlar. Bemalol bo'lganimizga sal ko'chada trafik gaplashib ketay dedim sizlar bilan. Xo'p,
Rossiyani Peterburgdami qayerdadir yurgan Amina Xayriyasimi degan bitta profil bor. Oti Rahmatullo degan bola. Bu bola bilan ancha oldin gaplashganmiz. Masalan, tupoylik darajasi qanaqa desa, super tupoy bola. Super tupoy. Bu endi harakat qiladi PR qilishlikka, odamlarni to'plashlikka. Qarayaptiki, masalalarda Abror Muxtor Alini atrofida mavzu rosa qaynoq bo'lar ekan, meni qo'shyapti. Endi yuzma-yuz gaplashganmiz u bilan Telegram kanalda. Agar unga siz ona tilidan savol bersangiz, sizga geometriyadan javob beradi. Tupoylikda o'ta tupoy. Hani kallasi ishib turgan kallasini ichida havo bor uni. Endi bu meni haqorat qilyapti ekan. Yuzma-yuz kela olmaydi. Masalan, yuzma-yuz o'tirib gaplasha olmaydi. O'ta hezalak bola. Menimcha nasabi ham buzuq buni. Chunki nasabi buzuq bo'lmasa, kishi haromilik qila olmaydi. Haromilarni odati bo'ladi-yu, qo'lga tushmayman, nima deysan deb uzoqdan turib haqorat qiladi. Uzoqdan turib qo'lga tushmaymanman, ushla olmaysan deb haqorat qilayotganlar haromi bo'ladi. Haromilik shu. Erkak odam yuzma-yuz gapira oladigan narsasi bo'lsa kutadi. Yuzma-yuz kelganda gapiradi, haqqini oladi, haqqini so'raveradi. Lekin o'sha Rahmatullo degan bolani shu nasabi ham buzuq shuni. Endi bu qanaqa bola o'zi? Bu Rahmatullo degani menga bir qancha ovozlarini tashashgan. Begona xotinlar bilan, begona xotin bilan gaplashib, intim mavzularini majoz qilib aytaman. Qo'lingizni yalayman, ko'zingizni yalayman degan jumlalarni bemalol Telegramda gaplashib yurgan fosiq. U menga qarshi bo'lish kerak edi. Sizlar nima deb o'ylayotdinglar? U men taraf bo'lish kerakmi? Bu fosiq bilan, bu tupoy bilan qatta biz ro'baro kelganman. To'satdan bu men tanimayman bularni. Haqiqatda masalan qadriyati, bir tiyinlik qiymati yo'q men uchun ularni. Bular jamiyatda o'rni yo'q odamlar. O'rni yo'qligini qondirish uchun harakat qilyapti menga osilishlikka. O'rni yo'q odamlar. Lekin begona xotinlarga u yog'ingizni yalayman, bu yog'ingizni yalayman deb yurgan fosiq. Jirkanch bir razil, bir haromdan bo'lgan bola bu. Yuzma-yuz kelamaydi. Mana gaplarimni tashaysizlar. Qachon ko'rishganman, nima uchun u haqimga javob bermayapsiz deganinglarga o'rni kelib qoldi aytib ketyapman. Ya'ni yuqorida aytgan mavzuyimga bog'liq tomoni bor. Kechirimli bo'lishlikka chempionmiz. Kechiraveramiz. Aybini tan olib, tuhmatini bo'yniga olib, uzr, men xato qilibman deb samimiy aytsa kechirdik. Lekin bularda mana shunda yo'q. Mana shu Rahmatullo degan nomni qo'yib olgan nasabi buzuqda bu narsa yo'q. Bu nasabi buzuq Botir Qodirov bilan o'sha Sherali Jo'rayev Alloh rahmat qilsin hojini o'g'illari to'g'risida mavzuga alohida kanal ochib olib, o'sha joyda xotinlar bilan g'iybatlashib o'tirgan. Men endi u paytlarda u narsaga aralashmaganman. Shohijahonni ham taniyman, Botir Qodirovni ham juda yaqindan bo'lmasa-da bilaman. Gapimni olsa olsin bular deb nasihat qilganman o'sha paytlari. Ikkala tarafga ham. Keragi yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham tarixni kavlayvermasdan oldinga qarab yurish kerak deganman. Bu chiqib olib, mana bu Botir Qodirovni tarafini olmayapti deb menga tashab qo'ygan. Men aytayapmanki, ikkalasini ham tarafini emas, oilaga mutlaqo burningni tiqma deyapman. Seni burning u oilaga kirishib mumkin emas. Yo deydi, ommaga chiqib ketgan biz anaqa qilamiz deydi. Keyin Shohijahonga ham aytganman, bu sizni tarafingizni olyapti deb o'ylamang buni. Yoki bu sizni masalan Sherali hoji Alloh rahmat qilsin, bu kishini tarafini olyapti deb o'ylamang buni. Bular faqat o'zini PR uchun sizni oilangizdan foydalanmoqchi. Deganman, o'shanda suhbat bo'lgan, shunda bir parallel kelib qolganmiz. Shunda bir ikki gaplashganmiz. O'ta tupoy bola. Tupoyligi olam shumul.
nodir holat. Men bunaqa to'poy odamlarni kam uchratganman. Gapirsangiz gapni tushunadigan, savol bersangiz savol mavzusini farqlay oladigan odamlar bo'ladi. Lekin bunda yo'q. Kalla o'shanga shunaqa bo'lib qolgan. Kallani ahvolini ko'ringlar-da. Begona xotinlar bilan lichkasida ashna qilaylik, mashna qilaman, xotinim bilan undoq qilaman deb o'tiribdi. Payg'ambar alayhissalom ayoli bilan to'shak voqealarini boshqa odamlar bilan o'rtoqlashganga Allohning la'nati bo'lsin deganlar. Ayoli bilan nima hodisa, ko'rpak to'shakda nima hodisa bo'lganini tashqariga aytish to'g'ri emas. Allohning la'nati bo'lsin. O'zini ayoli bilan shunaqa ish, manaqa ish deganligini gapirib o'tiribdi. Va alaykum salom. Santa Fe sizdan o'dingmi? Assalomu alaykum. Hormaylar. Va alaykum salom. Hormaylar. Yaxshimisiz? Ha, bo'ldi. Yaxshimisizlar? Qayerda ishlayapsiz hozir? BYDga o'tdinglarmi? Faqat BYDmi? Alloh baraka bersin. Qoranga joy bo'shaydi, qo'yaylik. Bo'ldi, qo'yaman. Chapga bir orqaga yursiz, to'g'rilaydi. Chapga bir Hadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ha, qarang, boya videoda ko'rdim. Sog' bo'ling. Ha, salomat bo'ling. Shu masalasini kichigini oldi sotib qilsa bo'ladimi? Ha, eski rasxot ekanda. Ha, bo'ladi. Javob berganingizga Sog' bo'ling. o'zi ixtilof berardim. Ha, salomat bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat. Xo'p, mavzuyimizni tugatib qo'yay. Karzinkaga keluvdim. Xo'p. Demak shu. Sherali Jo'rayev rahmatlini oilasiga aralashib, burnini tiqib, o'sha joyda manqasini oqizib yurgan odam u. Rahmatulloh degan Amina Xayriyami degan Telegram kanali bor. Unga atrofida aralashib, o'shani gapini, o'shani g'iybatida yurganlarning aksariyati bir 20 yildan birin ersiz yurgan kampirlar aksariyat. E'tibor qilinglar, erkaklar kam bo'ladi atrofida uni. Unga javob bermaysizmi? Nima deb javob beraman unga? Ha? Begona erkaklar bilan to'shagini gaplashib yurgan hezalakka nima deb javob beraman? Yuzma-yuz kelsa, uni keyin gaplashaman. Yuzma-yuz kelganda qanaqa gaplashganimni ko'rgansizlar. Bu faxrlanish ma'nosida emas. Men hech kimga hech qachon Allohdan so'rab hayot kechiraman, zulm qilmaslikka harakat qilaman. Zulm qilmaslikni Allohdan so'rayman. Doim menga tashlashadi shunaqangi harom nasablar, mana shunaqangi to'poy kallalar, mana shunaqangi manqalar, o'sha rahmatullohga o'xshagan manqa odamlar. Menga tashlaydi, keyin javobini eshitgandan keyin oyog'i kuygan tovuqdek pitirlaydi bular. Foydasi yo'q ularni, chunki men ularga javob berishimni kutib o'zi shuni meni aralashtiradi. Ora-orada men bularni gadoyligini, tilamchi, mana shunaqangi e'tibor yo'qsulligini e'tiborga olib ba'zan sadaqa qilib turaman. Ularni men aytyapman-ki, hozir bu sadaqa bularga, bu gadoy bular. Shu sadaqa bilan odamlarning ichida tanilgisi keladi. Voy rahmatulloh, yaxshi yo'l bilan ham tanilsa bo'ladi. Xalqqa xizmat qilib ham tanilsa bo'ladi. Birov oilasiga burnini tiqib, begona xotining bilan bo'lgan munosabatda gapirib ham ya'ni tanilishga majbur emassan. Nimaga javob bermayapsiz? Javob berdim mana. Bular shunaqa odamlar. Abraham Moshe dadasi ayolini zo'rlab qo'ygan bola. O'zi katta ehtimol bilan valata zino. Dadasi ya'ni meni bolam emas deb qilganda endi xotini bilan shunaqa muomala. Jakuy ibn Tezak 120-modda bilan qamaldi. Anavi bloger yaqinda saklayotgan Homsimiz. Qaranglar, 131 bilan statyasi bor ekan orqasida. Yana kim bor? Ha, bizga qarshi kim bor? O qurol ko'targanlar bor. O men maymundan bo'ldim degan ateistlar bor. O Shvetsiyada galboylarga meni ustimdan shikoyat qilgan Komil bor. Komil. Terpila. O'zbeklarning ustidan O'zbek hukumati, O'zbek diniy idora, muftiy va biz jamiyat, O'zbek jamiyatining ustidan Shvetsiyaga shved tilida shikoyat qilibdi. Bular yahudiylarni haqorat qilyapti,
antisemit bo'lar, unda bunda deb. Biz antisemit emasmiz, anti zulmmiz. Zulmga qarshimiz. U zulm, men musulmonman deb zulm qilayotgan bo'lsa ham unga qarshimiz. Yahudiyman deb zulm qilayotgan bo'lsa unga qarshimiz. Netanyahuni qilgan ishiga qarshimiz. Odam o'ldirdi u, begona, ya'ni begunoh bolalarni o'ldirdi. O'shanga sig'inayotgan bo'lsa, demak u bizga qarshi bo'ladi. O'sha komil bizga qarshi. Komilni yonida yurgan sochi uzun bitta chol bor. Oti nima uni? Bu ham bir hezalayroq chol. O'shalar men ustimdan yozyapti. Bu deydi, Galiboylarni yomon ko'radi, Galiboylarga qarshi bu. Gamofob. Galiboylarni yomon ko'radi. Bunga chora ko'ringlar deb ariza yozyapti. Amanu rahmatulloh deganinglar ham shu. Yana qaytib aytaman do'stlar. Menga dushmanlik qilgandan ko'ra tavba qilib uzr so'raganlarning soni 1000 ta. Yana qaytib aytaman, samimiy tushunib yetgan, masalani montaj orqali emas, to'g'ridan to'g'ri o'rganib ko'rib, xolis xulosaga kelgan har qanaqa odamning samimiy tavbasiga men qo'shilaman. Ya'ni haqqim halol, so'ramayman. Alloh rozi bo'lsin, xato hammada bo'ladi. Men ham o'zimni Alloh kechirishligini, ko'p xatolarimni Alloh afv qilishligini umid qilaman. Lekin tuhmat qilib, montaj, masalan Rossiyada Iskandar Makedonskiy nomini qo'yib olgan bitta haromi bor. Valati zino. Alloh subhanahu va taoloni haqorat qilib, Ka'bani, Makkani, payg'ambar alayhissalomni haqorat qilib boshlagan blogerligini. O'sha paytlarda uni biz joyga o'tkazganmiz, o'sha ya'ni ijtimoiy tarmoqda raddiya berib. Undan keyin u menga qarshi u ham haqorat qilib postlarni qilgan. Nimaga? PR qilish uchun va menga qarshiligini e'lon qilish uchun. Menga bular qarshi bo'ladi. Jasmin bilan birga o'tirib olib, menga qarshi intrigalar qilishyapti o'zicha. Tegamish. Ey, biz shamolmiz, biz shamol. Bizga tupursang, basharanga tupurgingni chaplab qo'yamiz biz. Haq yo'lda ya'ni yurishni eplasangiz bo'ldi. G'alabani Alloh beradi.